Tanishing, bu nafaqat Afrika, balki dunyodagi eng katta stadion bo'lishi kutilayotgan Stade Hassan 2. Uning sig'imi 115 ming tomoshabinga mo'ljallangan. Bu hozirgi kundagi eng katta hisoblangan 114 ming odamni o'z bag'riga sig'dira oladigan Shimoliy Koreyadagi 1-May stadionidan 1000 taga ko'proq degani. Yangi stadion Kasablankadan 38 kilometr uzoqlikda joylashgan El Mansuriya hududida 100 gektarlik maydonda bunyod bo'lmoqda va u parijlik arxitektorlar tomonidan Marokashning milliy an'analaridan andoza olib, ulkan chodir shaklida ishlangan. 32 ta monumental kirish yo'laklari bilan o'ralgan inshootda yer sathidan 28 metr balandlikda joylashgan bog'lar haqiqiy yashil oazis effektini yaratadi. Shubhasiz, arena FIFA talablariga to'liq javob beradi va 2030-yilga Jahon chempionati finalini o'tkazish uchun asosiy nomzodlardan biri hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, Marokash ushbu mundialni Ispaniya va Portugaliya bilan birgalikda o'tkazadi. Nasib etsa, mana shu maydonda finalda O'zbekiston o'yinini ko'ramiz. Qiziq, kim bilan o'ynarkanmiz? Izohlarda taxminlaringizni yozing.